بحب إني أحكي معاه بقوم والناس نيام وأسهر أصلي له أجمل لقاء مع الحبيب هو لقاء الله ويا بخت اللي يقابل ربه طول ليله بحب قربه وبحب إني أحكي معاه بقوم والناس نيام وأسهر أصلي له أجمل لقاء مع الحبيب هو لقاء الله ويا بخت اللي يقابل ربه طول ليله. Hozir gul mushk zavodi ekan. Eshikdan kiraverish. Gulda rasmini qaranglar. Shundan mushk olinar ekan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xush keldingizlar. Haki bizda mana shu oyatda shu pul hisoblarlari shu bir yilga bir qala keladi. Bir yilga bir qala keladi. Mana bu kunlarda mavsumi mart oyiga. Shu mart oy bo'ldik, mana shu mantiqalar hamma mana shu kunlardan bo'lib qoladi. Nima uchun? Mart oy bu mantiqa salqin bo'ladi. Issiq ham chiqmar ekan, sovuqqa, yaxshi ham chiqmar ekan. Bildingiz? Shu mart oyiga bir kuniga mana shu bir hayotdan 50.000 pul teramiz. Bu kunlarda qachon teramiz? Ertamdan mulla ozondan nari attov chiqmay turib. Chunki mana bu kunlar xosiyati bor. Attov kelsa, darrov ochilib qoladi. Ochilsa, uni atrofga chiqib ketadi. 5,5 baja, 6 bajalarga biz lozim terib olaylik. Terib oldik, olib kelamiz mana ichkariga. Qozonlar katta-kattasi ichkariga. Shu bir qozonni ichiga 10.000 tona gulni tarozi qilib bir qozonga qo'yamiz. 10.000 tona gulni tarozi qilib bir qozonga qo'yib, uni ustidan 25 litr suv qo'yiladi. Bu gul zaplarni suv, ichadigan suv yog'ing, zamzam ham yog'ing. 25 litr suv qo'ygandan nari mana buni og'zini mitti qilib qomab ikki yaxnab balastar qiladi. Nima uchun? Buni buxori chiqmasin. Ko'ringiz, ikki yaxnab balastar qilamiz, buxori chiqmasin. Buni 7-8 soat qaynatamiz. Qaynab mana shunda buxori chap bo'ladi, kelib mana bu shishani ichiga tomib turadi. Mana bunda yog' suv, sovuq suv qo'yiladi. Ko'ringiz, 10.000 tona guldan 25 litr suvdan 7-8 soatda ichiga bu shu qaynab mana shuncha atri chiqadi. Mana bu tibasirga atri bo'ladi. Ayniki amma tag'a suv bo'lib qoladi. Biz ana shu atirni tibadan shprisman tortib olamiz. Haki biz mana shundan bir guldan 7 narsa joylab mana shunday kampilik qilib sotamiz. Ham ojilarga sotamiz, ham do'konlarga tavsiya qilamiz. Buni ichiga ikkita mayda shu asli atirdan bor. 2 dona. 1 dona gul sabtarni suvidan bor. Mana bu suv betga foydasi bor ekan. Dog' donalarga yaxshi ekan. Birda mana bu atirdan bor. Mana bu atir ko'ylaklarda atiri. Birda mana bu kremi bor. Mana bu oxir qo'llar yog'lab qo'ysangiz yog'ilgan bo'lsa, muayyan bo'lib turib atirni sigiradi. Mana bu qizili balzami. Samoqoro, sukam, boshariq qaytdingiz bu balzami. Mana bu qarasi arablar buxoro aytadi, biz sirg'a aytamiz, sirg'a. Yana shu masjidlar ko'rdingizmi, dullatib qo'ygan. Qo'ynilaringiz, agar olsangiz kompletini mana shundan 50 riyoldan sotamiz. Amojilarga sotamiz, ham do'konlarga tavsiya qilamiz. Do'konlarga nima qiladi? Buni o'rtasidan ochib bir tona qilib sotadi. Nima uchun? Aytayman, bu yoqda atirga farqi bor.
Aytanga mana shu pul o'zini 50 riyol aytadi, biz bu yoqda kamchilikni 50 riyoldan sotamiz. Oladiganlar shart aytasizlar, beradi olasizlar. Bull face. Original. Özbek diyorlar. 60 riyal. Bitti 60, ekta 100 riyal. Hoş geldiniz İdri Marzan. Welcome. Bir tanesi 70, ekta 100 riyal. Ekta 70, ekta 100 Yes. Expensive. Sedikit, misalnya 50 real. জি বানানো প্লেস তো কিন্তু এটা কে কার এটা কোন নবী রাসূলের Toif. Rasulimiz alayhissalom Makka mushriklariga da'vat qildilar. Islomdan gapirib ko'rdilar, iymondan gapirdilar. Ko'pchiligi qabul qilmaganlaridan keyin niyat qildilarki, bir Toifga borsammikin, Toifdagilarga bir da'vat qilsakmikin dedilar. Zaydni oldilarda Toifga qarab ketdilar. Umidlari, orzulari Toifliklar ham qabul qilarmikin deb orzu qiluvdilar. Lekin ular nima qilib kutib oldilar? Yosh bolalar, tentaklar qo'llariga tosh berib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni tosh bo'ron qilishlikka buyurdilar. Sarvara koinot har tomondan kelayotgan tosh bo'ron ichida qolib ketdilar. Yosh bolalar qo'lida, aqlsizlar qo'lida tosh bo'ronga uchragan Rasulimiz alayhisalom shu qadar xafa bo'lib ketdilarki, orqalariga qaytib ketib bir uzumzor oldiga turib mana shu joyda duo qildilar. Azizlarim, Rasulimiz alayhissalom biror marta la'nat duosini qilmaganlar. Biror marta qarg'amaganlar. Lekin mana shu joyda Allohga shikoyat qilib duo qildi. Shikoyat ham ularning zulmidan emas. Bu duo mashhur duo. Toifda qilingan duo deb alohida mashhur duo. Rasulimiz alayhissalom qo'llarini duoga ochib yig'lab turib, Allohumma ya Rabbi, ey Robbim, men o'zimni zaifligimdan senga shikoyat qilaman. Quvvatimni kamligidan shikoyat qilaman. Odamlarga meni tashlab qo'ydingmi? Shularni qo'liga tashladingmi, Robbim? Agar bu ishlarni seni g'azabing bilan bo'lmayotgan bo'lsa, vala uboli dedi. Meni bunga hech e'tibor qilmayman dedi. Duo qildilar, seni rahmatingni umid qilaman dedilar. Duoni qilib bo'lishlariga Jabroil Amin alayhissalom farishta keldilar. Ya Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, Alloh meni sizni oldingizga yubordi. Mana oldimda ikkita farishta bor. Sizga mana shu zulmlarni qilganlarning ustiga tog'ni olib kelib tashlashga ruxsat bering dedi. Toifning ustiga tog' tashlaylik olib kelib. Nima dedilar payg'ambarimiz alayhissalom? Men la'nat qiluvchi, odamlarga balo keltiruvchi emasman. Umid qilaman Allohdanki, u toifliklarning sulblaridan hali Allohga ibodat qiladigan taqvodor insonlarni yetishtirib chiqaradi Alloh deb duo qilaman deb umid qilaman dedilar. Kechirdilar. Biz uni ko'rmadik. Lekin sarvara koinotni oldilarida shuncha ish bo'lib turib, men kechirdim deyishliklari biz uchun namuna emasmi?
Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terubat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata